Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Xudo xolisa Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridamiz yurtdoshlar. Xudo xolisa mana shu ortinib turgan xonadonimizga darvoza buyurtmalarini oldik. Bu xonadonimizga ikkita darvoza bo'ladi. U yoqda bitta darvoza, bu yoqda bitta darvoza. Ikkita darvozaga buyurtma oldik, xudo xolisa. Mana shu akamizni akalari Rossiyadalar, biz ijtimoiy tarmoq orqali ko'rib aloqaga chiqdilar. Xudo xolisa kelib razmerlarni oldik. Xudo xolisa yozish chizig'ini qildik. Zakolatlarni oldik. Jigar, xudo xolisa darvozani o'sha 30 kun ish kunida olib kelamiz. Xudo xolisa chiroyli qilib o'rnatamiz. Xudo xolisa undan keyin yana bitta video obzor qilamiz darvozalarimiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekran pastiga raqam qoldiramiz, 12 viloyatga aloqaga chiqarasizlar do'stlar. Xudo xolisa temir borasida nimaki ishlar bo'lsa bitkazamiz inshaalloh. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Xudo xolisa Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridamiz yurtdoshlar. Xudo xolisa mana shu ortinib turgan xonadonimizga darvoza buyurtmalarini oldik. Bu xonadonimizga ikkita darvoza bo'ladi. U yoqda bitta darvoza, bu yoqda bitta darvoza. Ikkita darvozaga buyurtma oldik, xudo xolisa. Mana shu akamizni akalari Rossiyadalar, biz ijtimoiy tarmoq orqali ko'rib aloqaga chiqdilar. Xudo xolisa kelib razmerlarni oldik. Xudo xolisa yozish chizig'ini qildik. Zakolatlarni oldik. Jigar, xudo xolisa darvozani o'sha 30 kun ish kunida olib kelamiz. Xudo xolisa chiroyli qilib o'rnatamiz. Xudo xolisa undan keyin yana bitta video obzor qilamiz darvozalarimiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekran pastiga raqam qoldiramiz, 12 viloyatga aloqaga chiqarasizlar do'stlar. Xudo xolisa temir borasida nimaki ishlar bo'lsa bitkazamiz inshaalloh. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.